mabodo qarz so'rasa ham berayotganingizni aytasiz aka. Qarang, o'z vaqtida berasiz, desangiz nima deydi? Bermaydiganlarni 99% bilasan nima deydi bular? Zo'r gapir, kinna solish davom etaveradi-da. Pulni bersangiz ham shu payt nima deydi? Albatta. Qarz qiyomatga qolmaydi. Banda bandanikini kechirish mumkin. Alloh bandani oldidagini kechirish mumkin, lekin banda bandagi qarzini qiyomatga qolmasin, ha? Men o'z vaqtida beraman deydi. Shu bilan jalam. Haligini o'yla, izla, top. Kim edi u va'da bergan? Keyin unga tushuntirishing kerak. Aka, bir oy o'tdi. $2000 so'rab turdingiz, og'ir mushkulim dedingiz. Birodar dedingiz, juma kuni tabrikladingiz. Men sizga naqa laqqa tushdim. Mayli, endi u yerni qo'yavering. Ana 2000 ni bering endi. Siz o'zi $2000 yo $20000, $20000, $200 farqi yo'q. Hammada har xil şey variant. Vaziyat. Unda tushuntirish kerak, u pulingiz nimaga kerakligini. O'zingiz pulingizni bergansiz. Oradan bir oy emas, 2 oy o'tdi. Uni tushuntiryapsiz, aka. Men ham mashinam qishki rezina olishim kerak. Qor yog'yapti, nimaga? Sizga tushuntirish kerak edi. O'shaning uchun munosabatni qarz